Assalomu alaykum o'rtoqlar. Ushbu videoda sizlar bilan logistika sohasida qanday bollarimiz yashab ketishadi. Ya'ni boshqacha qilib aytganda, qanday bollar long term ushbu sohada ishlay olishadi. Tayyor bo'lsanglar, ketdik. 3 ta jihatlarni sanab o'taman. Birinchisi bu albatta stressni aytib o'tishim kerak. Bilasizlar, logistikada har doim ham ishlar tekis ketmaydi. Xo'p, logistikada to'g'ri oyliklar juda ham yuqori, lekin bu degani ish oson degani emas. Albatta shunga yarasha stress ham juda ham yuqori bo'ladi. Siz o'ylagan rejangiz, qilgan planlaringiz har doim siz o'ylaganingizchalik ketmaydi. Ba'zida drayveringiz uxlab qoladi, ba'zida drayveringiz kech keladi, ba'zida drayverlaringiz umuman yukka olishdan bosh tortishadi yoki undan ham yomon qanaqadir ko'ngilsiz hodisalarga, avariyalarga uchrab qolishligi mumkin. Va shunday holatlarda siz bir haftaga qilgan planlaringiz butunlay yakson bo'lib ketishi mumkin va albatta bu narsa stressga olib keladi. Xo'p, o'shaning uchun ham stressga tayyor turgan bollarimiz, men kuzatyapman, uzoq muddat davomida ishlab ketishyapti. Ikkinchi jihati bu albatta pulga muhtoj bollar. Xo'p, g'alati tuyulishi mumkin, albatta, lekin ko'pincha logistikaga kelayotgan bollarni men kuzatyapman. Уже 6-patogimni o'qityapman bolalar. Shuni ko'ryapmanki, aynan uyida qanaqadir muammosi borlar yokida kimnidir lecheniyasiga pul topish kerak yokida o'qishini kontraktini to'lamayotgan bollarimiz ko'pincha jon jihati bilan logistikaga qattiq yopishib oladi va qanaqadir ishda muammolar tug'ilsa, stress bo'lsa, undan ham ko'zini yumib uzoq muddat ishlab ketishyapti. Aynan shunaqa bolalar logistikada uzoq muddat ishlay olishadi. Qanday bolalar ishlay olishmaydi deyishingiz mumkin, albatta. Ko'pincha misol uchun logistikani hobbi sifatida ko'rishadi. Men kelaman logistikada ingliz tilini kuchaytirib olaman, qanaqadir o'rtoqlarni orttirib olaman, amerikaliklar bilan telefonda maza qilib gaplashaman deydi va ularni kutuvi absolyutno noto'g'ri bo'ladi va bir oy, 2 oy o'tgandan keyin ishdan bo'shab, yo menga emas ekan logistikada qo'lligini siltab ketishadi. Albatta bu bizga ham yomon, chunki biz shuncha ularga oylik berib o'qitdik, ishlatdik va endigina bolani pishirib ishga qo'yamiz deganimizda o'zligidan o'zligi ketib qolishsa, albatta bu bizga katta minus. O'shaning uchun ham stressga tayyor bo'lgan bolalarni biz olamiz va albatta, ya'ni pulga har qatda shu muhtojligi bo'lsa, shu bolalarni ishlab ketish imkoniyati, davomiyligi juda ham uzun bo'ladi. Shu o'rinda bitta narsani albatta aytib o'tishim kerak. Ko'pchilik bolalar logistikani shunchaki kechqurun ishlanadigan ish deb o'ylashadi va hech qanaqa o'qishimga ta'sir qilmaydi deb o'ylashadi. Ya'ni men ertalab soat 8 dan 2 gacha o'qisam, keyin obeddan keyin bemalol ishlayman, shu bilan bemalol ikkalovini eplolayman deb o'ylashadi. Unaqa emas o'rtoqlar. Bu narsani to'g'ri tushuninglar. Logistika deyarli kuningizga 9-10 soatingizni olib qo'yadi va sizga logistika har doim birinchi o'rinda turish kerak. Shu kutubinglarni to'g'rilab ketinglar. Shu narsaga tayyor bo'lsanglar, logistikada yashab ketish imkoniyatingiz juda ham baland bo'ladi. Uchinchi jihatimiz xalq tilida aytganda, jaydari tilida shustri bollarimiz. Albatta, o'ziga pishiq bolalar logistikada uzoq muddat ishlab ketishadi. Bilasiz, logistikada har doim siz har kuni telefonni ko'tarib mutlaqo tanimagan odamlaringiz bilan gaplashishingiz kerak va agar siz introvertroq odam bo'ladigan bo'lsangiz, logistikada uzoq muddat ishlab ketishingiz xavf ostida deb aytib qo'yaman. Albatta siz o'zingiz ustingizda ishlashingiz kerak. Notanish odamlar bilan gaplashish uchun siz o'zingizni komfort zonangizdan chiqib, shu narsaga tayyor bo'lishingiz kerak. Agar sizda shu 3 ta jihatlar bo'lsa, men va'da beraman, logistika sohasida long term ishlab ketasiz. Shu kabi go'shli ma'lumotlarni o'tkazib o'rmaslik uchun o'rtoqlar, Instagram, YouTube, Telegram sahifalarimga albatta obuna bo'ling. Ko'rishguncha o'rtoqlar.